Bu narsa aniq ayollarga yoqimli tema bo'ladi. Santexnik gigiyenaga, dushovoy zonadagi ozodalik saqlashga va trubalar tiqilishini oldini oladigan eng qiziqarlisi taqinchoqlarni yo'qotib qo'ymaslikka foydali narsa bo'ladi. Oldinglar, ko'chirdinglar, mana trapni ustiga bunday yopishtirdinglar. Bo'ldi, chotki yopishdi. Uncha-munchaga sirpanib ko'chib ketavermaydi. Eng qizig'i, yoqimli sippochkalar tushib ketib qolsa ham, ichidan qidirib yurmaysizlar. Mashina ustida qolib ketadi. Eng qizig'i, sochlarni ham, har xil qoldiqlarni ham, yog'larni ham ushlab qoladi. Keyin ko'chirib tashlash ham oson. Mana ko'rsat operator. Hech qanaqa o'zini klayini keyin izini qoldirmaydi. Mushni yopishib oladi. Pochkasida 10 ta bo'ladi. Mana kley ham qolib ketgan ekan, mana klayini ko'r. Shilib tashlash juda ham oson bo'ladi. Top-toza bo'lib qoladi. Pochkasida 10 ta bo'ladi. Respublikamiz do'konlarida bemalol topsanglar bo'ladi. Bu videoni srochno uy bekalariga jo'natib qo'yinglar.